Biz bu yarışlarını indi tradisiyaga aylandırdık. Yıl sayın dekabr ayında şama bilen noyabr ahırlarında iptaşlarca uçrashuv biz bekendemiz. O'tgan yıllarni o'g'li Mamadish, Ko'kmara, Zey hem Aktanış rayonu komandalari bilan uchrashuv bo'ldi Zey shahrida. Bu yil endi shaqina uchrashuvchilar o'zgardilar. Bugilma shahridan komanda keldi ham shu vaqtda Zaynskiy shahridan o'quvchilar komandalari qatnashdilar. Barisi kelgan o'quvchilar Zaynskiy ham Bugilma shaharlaridan 20 o'quvchi bo'lsa, biz o'zimizdan shu 90dagi deyarlik 26 o'quvchini durustroq aytgan vaqtda qatnashында yarışlarını boshlab jiberdik. Bu turnir endi ofitsial turnir tugul, iptashlarcha uchrashuv. Shunga ko'ra endi buning maqsadi shaxmatni populярlashtirish bilan birlikdan o'zaro do'stlik munosabatlari o'rnashtiruv, shu shahar ham rayon shaxmatchilari orasida ham shu vaqtda o'sib keluvchi yosh bo'lgan shaxmatchilarning kuchlarini sanab qarov. Chunki bu yoshlarga 10-yilga ham ondan da kichik yoshdagi bolalar qatnashalar. Biz endi hisoblab turamiz. 10-yillar bo'yicha qizlar ham bolalar ayrim o'rin chiqarlar, 11-yillar bo'yicha qizlar bolalar ayrim o'rin, ham 12-yilga ulardan kichik yoshdagilar orasida shunday o'rinlar chiqarilashadi. Belgili prizyorlar endi bunda bo'laklanacaklar medallar bilan, diplomlar bilan ham shu vaqtda atiyanilar tomonidan uyushtirilgan bo'laklarda topshirilacak. Bizga kelgan qonaqlar komandasi sostavida o'ynayuvchilarni biz ko'pchiligini bilamiz. Bular o'sib keluvchi shaxmatchilar, bular perspektivali shaxmatchilar. Endi mana biznikilarda ular bilan aralashishdan bu endi ularning ustaliklarini orttiruga bir itargich bo'lar deb ishonamiz. Bunday uchrashuvlarni davom ettirishga kerak. Mana sanitariya talablarini to'g'ri kelirligiga yetib ishtirga tirishdik. Raspotrebnadzor talablarini, distansiyani saqlov, maska, perchatkalar kiyiv, shu vaqtda antiseptiklarni qo'llanib, biz endi butun shartlarda to'g'ri keltirishga tirishib o'tkazamiz. Mening o'ylavimcha, yarishlar ayvatgina tugallanir, natijalar yaxshi bo'lar. Ul endi etargich berir. Shu vaqtda Oqtanish shaxmat maktabida shug'ullanuvchi bolalarga da tag'indan nig'roq shaxmat fanini o'rganirga. Ham endi kelgan qonaqlar da mening hisoblavimcha endi qanoat bo'lib ketarlar deb o'ylaymiz. Umuman yarishlar shaqtigina qizib bora. Biz bunda hozirgi vaqtda bolalarning nechik o'ynovlarini kuzatamiz. O'zimiz bosh hukmdorlik vazifalarini boshqaramiz. Ildar Sardarish bilan birlikda shulay kelgan qonaqlarning trenerlari da bizning hukmdorlik ishlarida qatnashadilar. Umuman bir semya, bir do'st, tatu oila bo'lib biz bu yarışlarni o'tkazib jiberamiz deb ishonib qolamiz. Belgili bu yarışlarga ig'tibor bor. Bizning sport bo'yicha rayon komiteti yetakchisi Valiyev Lenis Anasovich, shulay o'zimizning sport shkolaning direktori Anbar Afsalutovich doimiy ravishda qiziqsinib turadilar, bizga yordam etarga tirishadilar. Biz endi ularning yordamini topib ishlaymiz ham yashaymiz.